Nurg'un do'stlar, aloqa qilish nomeringiz qancha deydi? Men deb berman, yurak berib, yulduz belgisini besib saqlanglar do'stlar. Mening aloqa qilish nomerim 136 1998 60 32 181 0998 14 98. Mush ikki nomer bor, mening aloqa qilish nomerim. Undidar o'rtaq telefon qilsanglar, mush mashina elim sitem, ikkinchi qo'l avtomobil bank qarzi, mashina tashkurish, avtomobilning nomini yetkazmish, mashinaga oid har qanday masala so'rayman desanglar, mening mush nomerimda aloqa qilsanglar bo'ldi. Saqlaninglar do'stlar. Qo'shash belgisini besib meni qaytaringlar. Men bugunmi yana 18 son avtomobilni keldim. Mush ham azon ham muvaffaq do'stlar tanishtirib o'taman, diqqat qilib anglag'aysizlar. Lozimli do'stlar bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Men ko'rib turgan Bauma Aysan sap to'qliq mashina 2024 birinchi oyninki bahosi 152 ming ko'y. Alomat azon do'stlar. Azon bo'lish sabab bor. Azroq voqea bor. Şu maşının əmli əvvəli müş bahağa maskilada qabul qila olsangiz haydashga qat'iy ta'sir etmaydi do'stlar. Bauma Aysan 24 birinchi oyninki avtomatik xod barmoq to'nik tavxon ixtiyorlar bek ko'p mashinaniki. Musabs 30 ming kilometr mangan 520 kilometr yetadi. Masak sap to'qliq mashina. Bahası 152 ming. Yani buni tavsiya qilaman. Mavul Lanto'ninki Juguang Yi 2027 oyninki bu sap to'qliq 607 kilometr yetadi. Musabs 35 ming kilometr. Bahası 146 ming do'stlar. Avtomatik xod barmoq to'nik tavxon ma saplamalari intayin ko'p do'stlar. Ma mashinaningmi azroq voqea bor. Qabul qilasınız mush baha mush mashinaning amli avvalga alomat maskegan. Azon surishtirib baqqan. Mush siz ammoqchi bo'lgan bahodan ma baho qillam azon. Faqat qabul qilasınız ham aytsangiz bo'ldi, ha. Ma Volvo'ninki XC Joling 2017 birinchi oyninki 2.0 T motor chiqdi, 7 kishilik. Oldi tarafda azroq tayqova, musab 95 ming kilometr, avtomatik xod to'nik barmoq tavxon. Ma'ningmi iqtidor bexatarlik jihatda karamat mashina do'stlar. Bahosi 150 ming yuan. Ma 3 mashinaning hammasi kelishim bor do'stlar. Yani davomli tavsiya qilaman. Muqim baho emas, to'g'ri, yana birisi unutib qoldim, ma Baumadan birisi bor yana. Ma Bauma bo'lsa Aysan, Bauma Aysan. Bu sap to'qliq 2026 oyninki 520 kilometr yetilgan nusxasi, musabisi 30 ming kilometr. Buning oldi taraf azroq tayqi bor do'stlar. Avtomatik xod barmoq to'nik tavxon iqtidorlari to'liq. Ma'ning bahosi 148 ming yuan. Mushu butun avtomobilninki umum avval intan yaxshi mashina seçtiğin vaqtda ma'ning bahosi xillam tuvan. Qabul qila olsanglar, aytsanlar bo'ldi, kelishim bor. Shu men ma oldidagi 4 tal avtomobil deyishdan burun mashinaning amli ahvolini deb do'stlarga yetkazib o'taman. Tayqova azroq qabul qila olsangiz, haydasangiz bo'ldi deb. Lekin ig'ir voqea yo'q, domlab ketgan, kesib bo'lgan degandek bak ig'ir voqea yo'q. Lekin azroq tayiq bor. Shunga har bir mashinaning bahosi o'zining shu mashinaning amli ahvoli tushib bo'ldi do'stlar. Yana davomli tavsiya qilamiz. Nissan Tida 2011 yil 1 oyninki 1.6 yil paylan, musabs 144 ming kilometr, avtomatik xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 22 ming yuan. Yana davomli tavsiya qilamiz do'stlar, yuraklaringni aymanglar, a'zolari texmaqi do'stlar. Honda City 2012 yil 5 oyninki 1.5 L motori va birinchi qo'l musabs 150 ming, qo'l xod ochiq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 16 ming yuan do'stlar. Mana shunda a'zolab ketdi. Shenday Landon 2018 birinchi oyninki 1.6 L, birinchi qo'l Zausser musabs 39 ming, qo'l xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 41 ming yuan. Mavsi Fiat bu Fiat olsa 2015 yil 2 oyninki 1.4 motor va musabs 110 ming, qo'l xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 18 ming yuan. Shenday Landon 2017 yil 9 oyninki 1.6 yil motor seplaylik, birinchi qo'l Zausser musabs 55 ming, avtomatik xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 45 ming yuan do'stlar. Civic Zungyuban 2018 yil 9 oyninki 1.5 motor chiqdi, birinchi qo'l Zausser, avtomatik xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, musabs 64 ming, bahosi 79 ming yuan. Landon 2016 yil 1 oyninki 1.6 yil motor seplaylik, birinchi qo'l mashina musabs 95 ming, qo'l xod barmoq to'nik tavxon, bahosi 29 ming yuan. Civic 2019 yil 6 oyninki 1.5 motor va birinchi qo'l Zausser, musabs 61 ming, avtomatik xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 75 ming yuan. Diqqat qilib ko'ringlar do'stlar. Shenday AX Arvo 2016 yil 9 oyninki 1.6 yil motor seplaylik, birinchi qo'l butun Zausser chiqdi, musabs 82 ming, avtomatik xod barmoq to'nik tavxon xurmorindoq, bahosi 47 ming yuan do'stlar. Kia Cross 2018 yil 3 oyninki 1.4 yil motor seplaylik, birinchi qo'l Zausser
Asır çıkıdı. Sizden xod barmaq to'nglik Davxan Xuromorundoq. Musabisi 101 ming kilometr, bahası 43 ming yuan dostlar. Andiki ma Biyavcı Sellinyo 2017-yılı 5. ayınki ma maşında zavod gazı var. Burada 6 yıl paylan çıkıdı. Birinci qol maşina Qo'lxot Assuq Davxan Ipek Orundoq. Musabisi 140 ming, bahası 26 ming yuan. Ma maşinanki zavod gaz resmiyetini qonunliq o'zingizning nomiga o'tkazib olasiz. Dajon'ninki Ceda 2017-yıl 4. ayınki burada 6 yıl motori var. Zavod gaz çıkıdı bu mu? Qo'lxot Assuq Davxan Xuromorundoq. Birinci qol musabisi 120 ming, bahası 28 ming yuan. Dongfeng'ninki Şötelong. Ma'mı zavod gaz birinci qol avtomobil 2018 birinci ayınki burada 6 yıl motor seplaylik. Qo'lxot Assuq Davxan Xuromorundoq. Birinci qol musabisi 99 ming, bahası 22 ming yuan. Nissan Tida 2011-yılı 1. ayınki burada 6 yıl motori var. Birinci qol maşina musabisi 94 ming. Sizden xod barmaq to'nglik Davxan Xuromorundoq. Bahası 25 ming yuan. Shenday Langdong 2016-yılı 2. ayınki burada 6 yıl motori var. Musabisi 138 ming kilometr. Sizden xod barmaq to'nglik Davxan Xuromorundoq. Langdong'ninki Ali hesaplarındaki bahası 36 ming yuan. Şu 18 tane avtomobilni dostlarga tavsiya qildim. Yoqtirib ko'rib berganingiz rahmat. Ehtiyojing bo'lib qolsa, mashinaning amaliy ahvolidan tanishmoqchi bo'lib qolsanglar, bizga ayrim uchur qilsanglar, texnik tafsilot bilan tanishtiramiz. Yoqtirib qolsanglar, o'zingizning maydonga kelib, haydab, sinab, o'z ko'zingiz bilan ko'rgandan keyin aniki ilm berim qilsak bo'ldi do'stlar. Agar chanda buni mashinalar sizningki ehtiyojingizdek mashina bo'lmay qolib qolsa, bozorimizda bir 2 mingga yaqin mashina bor. Har qanday avtomobil ehtiyojingizni tamoman chiqaramiz. Uning ustiga biz sifatni oldin qo'rin qo'yamiz do'stlar. Sifatlik yaxshi bexatar mashinalar paydo etsanlar, bizni oldin tanlash qilishinglarni umid qilaman. Bundan boshqa avtomobilning nomini yetkash, bank qarzi, avtomobil ilm sistem, mush kasbning hammasi bir bekasman bejirilib, qisqa vaqt ichida avtomobil ilishingizga biz turtki bo'la olamiz. Yaxshi avtomobil ilishingiz turtki bo'la olamiz. Shunga har vaqt avtomobil olmoqchi bo'lgan va yoki avtomobilga oid har qanday ishlarni bajarmoqchi bo'lgan do'stlar, bizni izlab kelishinglarni, bizni masala so'rashinglarni, bizningki mush bozorimizga kelishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xayr, xo'sh, rahmat do'stlar.